Jigar sirrozining so'nggi bosqich belgilari. Terida qizil nuqtachalarning paydo bo'lishi. Ba'zida bularni teridagi yulduzchalar ham deyiladi. Qon ivishiga ta'sir qiluvchi jigar bilan bog'liq bo'lgan faktorlar barchasi buziladi. Kapillyar qon oqim tizimiga ham jigardagi o'zgarishlar ta'sir qiladi. Ya'ni jigarda qotish bo'lgani sababli portal gipertenziya yuzaga kelgani hisobiga barcha qon tomirlarida qon aylanishi buziladi va terida mayda kapillyarlardagi qon aylanishlarini buzilishi hisobiga shunday qizil nuqtachalar paydo bo'ladi. Bu nuqtachalarni ko'rdingizmi, albatta shifokor bilan maslahatlashing va davo choralarini tezlashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu nuqtachalar jigar faoliyati buzilganidan dalolat. Jigar faoliyatidagi keskin o'zgarishlar albatta yurakda ham o'z aksini topadi. Ya'ni yurak urishiga ahamiyat bering. 132 dona uryapti, bu taxikardiya holati. Bunga asosiy sabablar jigarga kiruvchi venoportiyadagi dimlanish yurakka yuklamani orttiradi. Undan tashqari qondagi bilirubinning ortib ketishi. Qondagi bilirubinning ortib ketishi bemorning ko'z sklerosidagi sarg'ayishlar, uni siydigini rangini to'qlashishi va jigarrang holatga kelib qolishiga sabab bo'ladi. Astit qorin bo'shlig'iga suyuqlik to'planishi. Bunga asosiy sabab jigarga kiruvchi venoportiyadagi dimlanish hisobiga tomir devoridan qon plazmasini sizib chiqib qorin bo'shlig'iga to'planishi va bunda biz qorinda tomirlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu tomirlar golova meduza degan simptom hisoblanadi. Endi albumin miqdorining pastlab ketishi gipoalbuminiya hisobiga organizmda natriy hamda suvni to'planib qolish holati kuzatiladi. Siydik ajralishi ancha buziladi. Bunga asosiy sabab nima? Onkotik bosimni pastlab ketishi. Buyraklar siydikni ko'ra olmasligi. Va shu sababdan bemor organizmida ko'proq oyoqlarda shunaqa shishlar yuzaga keladi. Shishni aniqlash uchun shunchaki bosib ko'rsak, barmog'imiz izi